2026 modeli zamonaviy texnologiyalar, yoqilg'i tejamkorligi va qulaylikni birlashtirgan innovatsion avtomobil sifatida taqdim etiladi. Ushbu model ekologik toza yechimlarni qadrlaydigan va bir vaqtning o'zida kundalik hayotda ishonchli transport izlayotgan haydovchilar uchun mos. Chevrolet Volt 2026 dizayni aerodinamik shakllar, zamonaviy LED chiroqlar va sport uslubidagi old panjarasi bilan ajralib turadi. Salon ichki qismi sifatli materiallardan ishlangan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun keng va qulay muhit yaratadi. Texnik jihatdan Chevrolet Volt 2026 plug-in gibrid tizimi bilan jihozlangan. Elektr motor va benzin dvigatelining uyg'unligi avtomobilga sokin yurish, tezkor javob va past yoqilg'i sarfini ta'minlaydi. To'liq quvvatlangan batareya bilan shahar sharoitida faqat elektr rejimida harakatlanish imkoniyati mavjud bo'lib, bu esa yonilg'i xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va haydash jarayonini yanada yoqimli qiladi. Chevrolet Volt 2026 xavfsizlik masalasida ham yuqori darajani taklif etadi. Avtomobil zamonaviy haydovchiga yordam beruvchi tizimlar bilan ta'minlangan, jumladan to'qnashuvdan ogohlantirish, yo'l bo'ylab harakatni nazorat qilish va adaptiv kruz nazorati. Ushbu funksiyalar uzoq safarlarda charchoqni kamaytiradi va kundalik foydalanishda ishonchni oshiradi. Multimedia tizimi katta sensorli ekran, smartfonlar bilan moslik va ovozli boshqaruvni qo'llab-quvvatlaydi. Ichki qulayliklarga e'tibor qaratilgan. O'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq masofalarda ham qulaylikni saqlaydi. Konditsioner tizimi, raqamli asboblar paneli va keng yukxona avtomobilni oilaviy va shaxsiy ehtiyojlar uchun mos qiladi. Chevrolet Volt 2026 shahar va magistral yo'llarda barqaror yurishi bilan ajralib turadi. Shovqin darajasi esa minimal. Ushbu avtomobil haqida YouTube video tayyorlayotgan bo'lsangiz, tomoshabinlarga Chevrolet Volt 2026 ning ekologik afzalliklari, texnologik imkoniyatlari va kundalik hayotdagi